Bitta shaharchasidagi bozorchaga keldik. Opamizni oldiga. Opa, bu poliz ekinlarini narxlari bilan tanishtirib o'ting. Guruchlaringiz nech puldan, nech pulgacha? 10 ming so'mdan boshlab 20 ming so'mgacha. Kartoshka, piyoz, sabzilarni ham tushuntirib bersangiz. Sabzilarimiz 3 kilo 10 mingligi bor, 4 mingligi bor. Piyozlarimiz 2,5 ming, kartoshkalar 7, 6, eng balandi 7,5 ming so'm. Turib nech puldan? 5 ming so'm. Ismingizni ham aytib keting, so'raganlarga. Ha, bizakilar Gulfuza, xo'jayin da'vatini aytaman lekin. Xo'p, mana bu opalardan ham so'raymiz. Assalomu alaykum. Sizlardagi nech puldan salatlaringiz? Ishtixon bozorini ham oldim-da, solishtiratdi. Nech puldan? 15 mingdan oddiy salat. 15 mingdan? Ha, ha, qorilganlar 25 ming so'rayapti. Gulkara, kartoshka olsangiz. Limon nech puldan? Bu salatlaringiz nech puldan? 15 mingdan. Kimni bizlab kelsin? Asal opaga kelaverasizlar, bemalol. Olmalaringiz nech puldan? Olmalar, qizil olmalar. 15 ming, 18 ming. 30, bular 25, 13 ming, 20 ming. Anorlar 20 ming. Sizlarga kattakon rahmat.